Agar siz influencer bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu kinoni ko'rishni maslahat beraman. Kinodagi bosh qahramon qiz eshik-meshik kosmetika sotib yuradigan oddiy qiz hisoblanadi. Unga Instagram, TikTok hamda social media hayoti butunlay yiroq bo'ladi. Kunlarning birida u maktabdagi sinfdoshi bilan ko'rishib qoladi. Maktabdagi sinfdoshi mamlakatdagi eng ko'p podpischiga ega hamda mashhur influencerlardan biri hisoblanadi. Qizni bitta vecherinkaga taklif qiladi hamda qiz o'sha vecherinkaga boradi. Blogerlar bilan ishlaydigan agentstvaning nazariga tushib qoladi. Agentstva unga birga ishlashni taklif qiladi, lekin u rad qiladi. Lekin oradan qanchadir vaqt o'tib qizning o'zi agentstvaga boradi. Shartnoma imzolashdan oldin u qizni bitta joyga olib boradi. Bu yerda qizga bepul makiyaj qiladi, sochlarini turmaklaydi va kiyim kiydirishga olib boradi. Juda ham qimmat kiyim kiyadi. Hozircha buni ola olmaysan, lekin 10 mingta podpischiging bo'lgandan keyin bu kiyim senga tekinga keladi deydi. Qiz hayratlanadi. Faqat bu kiyimlar, makiyajing, soching, hamma narsang tekinga kelishni boshlaydi deydi. Agar 100 mingta podpischiging bo'ladigan bo'lsa, borgan joyingda tekinga ovqatlanishing, juda ham ko'p narsalarni tekinga olishing, yaxshigina pul ishlab topishing mumkin bo'ladi deydi. Agar sen obunachilaringni 300 mingtadan oshiradigan bo'lsang, o'zingni biznesingga asos solishing mumkin deydi. Shundan keyin qiz qiziqib qoladi. Qolgan voqealarni esa filmni o'zida ko'rib olishingiz mumkin.